YouTube kanalimiz obunachilarini navbatdagi ishimizni o'rnatdik. Bu yerga bitta eshik, bitta rom, bitta porchka, bitta NDF eshik o'rnatganmiz. Yo'laklar doimgidek juda ham zo'r ruchkalar, original ruchkalar qo'yganmiz. Oynalar 2 qavat, shotlandiya turlari bilan. Pastlar arka fonlari bilan bo'lgan. Eng toza Akfa firma antrazitda. Bu tarafdagi romi, rom past 4 ko'z, tepa 3 ko'z bo'lgan. Romning ruchkalari juda ham chiroyli qo'yganmiz. Chaqlari ham doimdek xudo xolasa zo'r chiqqan. Bu tarafda NDF eshigi. Bularning yo'laklar zo'r chiqqan, lola fasonda. Bu ham jinsiy NDF da bo'lgan, aynalari gullik. 08 NDF qilamiz. Ichlar sasni rejalab qo'yib, buni ham ruchkalari zo'r. Petlalari ham 3 tadan qo'yilgan. Bular narxi kelgan bo'lsa, eshigimizni 1,5 million so'mga qilib berdik. Bu tarafda porchkasi bor. Porchkasi yonboshi ochiladi. Buni ham oyna 2 qavat. Juda ham chiroyli bo'lgan. Bu eshigimiz narxi kelgan bo'lsa 1 million 400 shotlandiya gullari bilan qildik. 2 qavatli oynani 2 million 100 ga bu romini qilganmiz. Juda ham chiroyli. Kimga shunday Akfa eshik romlar kerak bo'lsa 91 487 12 37 nomerlarimizga aloqa chiqarasizlar. Vodiy bo'ylab dastlabki o'rnatib berishlar. Ichida O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda qila olamiz.